Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, o'zimga bir yaxshi ko'rgan narsani juda xursand bo'lib o'tiribman. Shuni sizlarga ham ilinay. Uchta kalima bor. Agar shu uchala kalimani hozir endi yotish vaqti bo'lgani uchun eslab qoldim. Yotish vaqtida kechasida kim shu uchta kalimani aytsa, Alloh subhanahu va taolo bu odamni yaxshi ko'radi. Va bunga shunday narsalar beradiki, bu kishi rozi bo'ladi. Agar shu uchta kalimani kunduzi aytsa, bu odamni Hazrat payg'ambarimiz yaxshi ko'rib qoladilar va bu odamni qo'llaridan ushlab jannatga olib kiradilar. Rasululloh aytgan ekanlar: kimki kechasida raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin nabiyyan deb aytsa, Alloh taolo bu odamga shunday narsalar beradi, bu odam xursand bo'ladi. Alloh taolo bu odamni rozi qilishlikni zimmasiga oladi.